Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bir mushukka zulm qilganligi uchun bir ayol jahannamga kirdi. Bir itga shafqat qilganligi uchun yana bitta ayol jannatga kirdi. Payg'ambarimiz aytadilar, mushukni bog'lab qo'ygani uchun bir ayol jahannamga kirdi. Qana qilib unga bir zulm qilgan edi. Bog'lab qo'ydi, taom yoki sharob, yeyishlik yoki ichishlikka yo'l bermadi va itni o'zini ham qo'yib yubormadi. O'zi ham boqmadi, qo'yib yuborganida yerda qurt-qumursqalarda, minasalarda topib o'zi yer edi. Mana shu mushuk ochlikdan o'lib qoldi. Shu ayol baylab qo'yganligi sababli. Shu mushukka zulm qilganligi uchun bir ayol jahannamga kirdi, birodarlar. Shunday ukalar, o'zimizdan kichkinalarga, o'zimizdan zaiflarga zulm qilishdan ehtiyot bo'laylik. Hayvonga zulm qilganligi uchun jahannamga kirsa, mo'min odamga zulm qilganlarda ahvoli nima bo'libdi? Yana bu zulmni kasb qo'ygan bo'lsa-chi odamlar? Yana bu zulmni tirikchilik manbai qo'ygan bo'lsa-chi? Zulm qilib, tuhmat qilib, bo'xton qilib uni pulini undirib, maza qilib yeyotgan bo'lsa-chi? Bunday odamlarchi, shart bo'yni uzilib ketmayotganligi qiyomatda jazoni katta olishligini alomati. Buni atini istidroj deyiladi. Ko'tarib yerga tashash degan. Hech narsa bo'lmayapti, qarang. Bo'yida yuribdi, yana bo'yigidan ham chiroyli bo'lib yuribdi. Nimaga unaqa ekan? Men 1 so'm biroda pulni nohaq yeb qo'ysam, bezim teshib chiqsa, yo mashinam buzilib qoladi, yo 1 so'm pul harom bo'ladigan bo'lsa, nimaga bularga singaverar ekan desa, birodarlar, mo'min odamga qilgan xatosi uchun o'rnida jazo kelsa, Allohning mehribonligi bu. Endi zulmni kasb qilganlarda shunday xotirjam yurishligi istidroj deyiladi. Fir'avn ham birodarlar, men ana robbukumul a'la degan. Men sizlarda eng oliy parvardigoringlarman degan. Musa va Harun alayhissalomlar uni duoibat qilib qarg'aganidan keyin rivoyatlarda 40 yildan keyin suv bosgan ekan.